Malyutkaga hech o'tishni o'rgataman. Ichkarigi bej qolmaslar, boshqa jaranglarga oq qilsanglar ochadi sertifikat. Orasida 3 ta stolbek bo'ladi. O'sha ikkinchi qatorni to'qolmasa chiqaringlar, birinchi qatorni to'qotgan bo'lsanglar, kesib, mana mana buncha joy qoldirib, mana bittadan to'qib ketasizlar. Chunki mana bitta orasini ham orasida qoldirib ketasizlar. Yukani orasida to'qib. Mana hozir o'rgataman. Qator mashinaga qatorimiz bo'lsa, shu yerdan boshlaymiz. Olamiz. Mana bu orasida qolib ketadi. Orasida to'qib mana. Orasida qolib to'qib ketiladi. Endi mana. Endi sertifikat qilishim kerak. Bejaviyni olaman endi. Oldim. Mana ichkarini tortaman. Keyin ham orasida qolib ketadi. Endi bejaviyni tortaman. Qo'limiz bilan bundoq to'g'rilab qo'yamiz. Mana orqasi, mana bejaviy ipimiz orqasiga to'qilib ketiladi. Ichkaring ip orasida yo'q bo'lib ketadi birga. Bunaqa qiyin joyi yo'q. Nafas olish kabi oson buni to'qish. Mana 3 talikni o'rtasiga qilinadi, ya'ni sertifikat.